Haqiqiy erkak juma kuni uyga eshikni tepib kiradi. Sababi qo'llari sovg'alar va gullar bilan band bo'ladi. Juma kuni ahlingizni xursand qilib turing. Mana bu sunnat. Bundan oldingi videoyimga ikkinchi xotin olish sunnat deb yozishgan ekan. Avvalambor oilangiz bilan o'tkazgan har bir vaqtingiz munosabatlaringizni tartibga soladi. Farzandlaringiz sizdan ko'rib oilasiga, ota-onasiga mehrli bo'ladi. Yosh katta bo'lgandan so'ng oilaga mehrli bo'ladi-da odam. Ko'chadagi qalang'i-qasang'ilardan ne foyda? Uyda o'tirgan ayolni ham xursand qilishga arzimagan pul ketadi. Adasi, yelkam og'riyapti deganda bir ilovasidan massaj qiladigan apparat olib berdim. Nima? Ham foydali, ham uyga kerakli narsa. Bir ilovasida kerakmas buyumlaringizni sotishingiz ham mumkin va o'zingizga kerakli istalgan narsangizni sotib olishingiz mumkin. Eng muhimi, hech qanday o'rtakashlarsiz, ustamalarsiz va ishonchli. Xullas, hech bo'lmasa haftada bir marotaba bolalaringizga, ayolingizga, oilangizga vaqt ajratib, ularni bir bilan xursand qilsangiz, ertaga bu xursandchiligingizni farzandlaringiz davom ettiradi. Gaplarim to'g'rimi yo noto'g'ri? Sizcha fikrimga qo'shilasizmi? Kommentariyada javobingiz qiziq.